nuqsonsizlik. Bu bir qancha kunda men nihoyatda ahamiyatli ishdan birini qildim. Nima? Yana qandoq ishlatding? Adolat yo'lida fidokorlik ko'rsatgan biriga taqdirlash xati yozdim. Yeni odamgimi? Uni tanıyman. Sen bu ishni maxfiy qildim deb atattың-ku. Men elektronlik pochta yo'llanmasi orqali yo'lladim. U bilmaydi. Voh, qo'l tuskansan. Bek atrofni qo'ylabsan. Buni-chi nuqsonsizlik deb ataymiz. Nima? Men unda nuqson bormikan? U qalva. Nuqsonsizlik degan bir idiom. Burunning burunusida Gohan ismli bir kishi yashagan ekan. Yozda havo issiq bo'lg'achqa u ho'ylida sagidapti. Vah, ko'k osmon yulduzlarga to'shib ketibdi. Jimirlaydi yulduzlar, ko'z qisishib o'zicha. Ular tunning zinnidi. Gohan yulduzlardan huzurlanib o'ltirganda tuyuqsiz osmondagi bir parcha bulutning o'zi tarafga qarab kelayotganligini ko'ribdi. Bulut yaqinlashganda qarasa, u go'zallikda tangdishi yo'q chiroyli qiz ekan. Bu qiz shundoq chiroyli kiyingan bo'lib, kiyimlari 7 xil nur chechib turadi ekan. Ha, go'zal qiz. Deshliqmi? Ha, siz rivoyatlardagi Parizat shumi, ha? Shundoq, men arishdagi Parizat bo'laman. Parizat acha, deshliqmi? Hechliqmi? Qarsam xushalliqdan naqsh etib ketibsiz. Haqiqatan mungluq naqsh ekan. Shunga ko'rib baqay deb kelishim. Nadikini naqsh etishni bilmayman. Acha, maza qilmag'aysiz. Acha, kiyimlaringiz pek chiroyli ekan. Men bunday kiyimni azaldan ko'rib baqmabdi ekanman. Kiyginim arishning kiyimi. Tutib baqsam bo'lamdi? Albatta. Rasma? Albatta ras. Acha, bu kiyimda yip-yangining izi yo'q ekan. Buni qandoq raqda tikkandi? Qandoq kesib, zodi qandoq tikkandi? Nima degan sipta? Buni haqiqatan tafsiliy ko'rsatibsiz. Bu kiyimni yip bilan tikmagan. Amaliyotda bu arish kiyimi. Qaychimi, yip-yangnimi ketmaydi. Shunga arish kiyimini nuqsonsiz deymiz. Arish kiyimini yip-yangnisiz tikidi. Arish kiyimini yip-yangnisiz tikidi. Kiyimga uzun bo'pti. Endi qaytay. Arish kiyimi nuqsonsiz bo'ladi. Arish kiyimi nuqsonsiz. 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 Mana bu nuqsonsizlik degan idiom haqidagi hikoya. Nuqsonsizlik ish qilganda dal joyida qilish, hargiz chandurib qo'ymaslik yoki nafis tabiiy qilish. Azroqmi iz qoldirmaslik qatorliqlarga simovul qilingan. Kichik do'stlar, tushunib oldinglarmi?